Norvegiya. Bu mamlakat nomi tilga olinishi bilan ko'z oldimizda baland tog'lar, muz bilan qoplangan cho'qqilar, tiniq havo va osuda hayot gavdalanadi. Norvegiya dunyodagi eng tinch, eng rivojlangan davlatlardan biri bo'lib, insoniyatga eng qulay yashash modeli aynan shu yerdadir. Bu yerda tabiat bilan inson o'rtasidagi muvozanat buzilmagan, hayot shoshqaloqsiz, sokin va mazmunli kechadi. Norvegiya dunyodagi eng noyob tabiiy manzaralarga ega yurtdir. Uning manzarasi odamni chuqur o'yga to'ldiradi, ruhni tinchlantiradi. Har yili millionlab sayyohlar aynan shu manzaralarni ko'rish uchun Norvegiyaga oqib keladi. Norvegiya tabiatida suvlar juda muhim o'rin tutadi. Baland sharsharalar, ko'k osmondan aks olgan dengizlar va daryolar bu yurtning hayotiy ritmini belgilab turadi. Ayniqsa, qutbiy nurlar Norvegiyaning eng go'zal manzaralaridan biridir. Kechasi osmonda yashil, binafsha va ko'k ranglar raqsga tushgandek jilovlanadi. Bu manzarani bir marta ko'rgan insonning yuragi butun umr shu go'zallikni eslab yuradi. Norvegiyaliklar Yevropadagi eng osoyishta va madaniyatli xalqlardandir. Ular hayotga shoshilmay, xotirjam yondashadi. Norvegiyada eng muhim qadriyatlar halollik, tartib, erkinlik va inson hurmatidir. Ularning kundalik hayotlari 5 asosiy tamoyilda. Vaqtning qadri, kechikish madaniyatsizlik hisoblanadi. Poklik va tartib, ko'chalar, uylar, jamoat joylar juda toza. Tenglik, boy va kambag'al o'rtasidagi tafovut minimal. Erkin fikr, har kim o'z hayot yo'lini erkin tanlaydi. Va oxirgisi tabiatni asrash, daraxt kesish, tabiatni ifloslantirish, zararli qurilishlar juda qat'iy tartibga solingan. Shu sabab Norvegiya yil sayin dunyodagi eng baxtli davlatlar ro'yxatida yuqori o'rinlarni egallab keladi. Norvegiya iqtisodiyoti nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda eng kuchli tizimlardan biri hisoblanadi. Uning kuchi bir necha asosiy omillarga tayanadi. Neft va gaz boyliklari. Norvegiya Shimoliy dengizdagi ulkan gaz va neft konlariga ega. Ular mamlakatga yiliga milliardlab daromad keltiradi. Lekin eng muhim narsa, bu boyliklar xalq manfaatiga sarflanadi. Norvegiyada ish o'rinlari ko'p, ish haqqi yuqori. O'rtacha ish haqqi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Ishsizlar soni juda kam. Har bir fuqaro minimal darajada bo'lsa ham yaxshi darajada yashay oladi. Sanoatning zamonaviyligi, oziq-ovqat, texnologiya, kemasozlik, qurilish, baliqchilik, bularning barchasi yuqori standartlarda ishlaydi. Norvegiya dunyodagi eng yirik baliq eksport qiluvchi davlatlardan biridir. Norvegiya har bir insonga shunchalik qulay sharoit yaratib berganki, odam o'zini davlat emas, aksincha tabiat bag'ridagi katta oilada yurgandek his qiladi. Davlat tibbiyoti kuchli rivojlangan. Qonun bo'yicha deyarli barcha xizmatlar arzon, sifatli, hammaning imkonida. Aholi sog'ligi birinchi o'rinda. Norvegiyada ta'lim tizimi yuqori. Eng qiziqarli tomoni, ta'lim bepul yoki arzon. Hatto chet ellik talabalar ham imkon topa oladi. Yo'llar, jamoat transportlari. Norvegiyada yo'llar ideal holatda, transport tizimi esa juda xavfsiz va siliq ishlaydi. Elektr avtobuslar, zamonaviy poyezdlar, ekologiyani asrash uchun avtomobillar ham ko'pincha elektr energiyasida ishlaydi. Norvegiyada uy-joy va xavfsizlik. Norvegiya dunyodagi eng xavfsiz davlatlardan biri. Jinoyatchilik deyarli yo'q. Odamlar kechasi ham qo'rqmay yuradi. Uylar issiq, zamonaviy, qulay. Xulosa qilib aytganda, Norvegiya bu shunchaki davlat emas. Bu tabiat va inson uyg'un yashaydigan, tinchlik hukm suradigan, rivojlangan, boylik va shukronalik bir nuqtada jam bo'lgan maskan. Tabiat jannatga o'xshaydi. Iqtisodiyot kuchli va barqaror, hayot sifati yuqori, xalq
osoyishta va madaniyatli. Ekologiya eng toza, rivojlanish eng samarali yo'nalishda.